Pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Kanalga obuna bo'lib qo'ying. Xudo xolasa yangi videolarda yaxshi hamyonbop narxlar bilan xudo xolasa xursand qilamiz. Demak, endi bu 20 kilovatli panellarimiz 85 million so'mga tushdi. Ustamiz bizni montajchi usta. Ishlar bo'lyaptimi zo'rmi? Bo'lyapti, zo'r. Malades uka, ishlarga omad. Mana ko'rsatiladi 20 kilovatlik inverteri 26 kilovatgacha 6 kilovat zapasi bor shu 20 kilovatlik deyamizni. Karkasda elektr toki hosil bo'lmaydi, haligi birovda tok urib qolmaydi. Assalomu alaykum, men misollar. Mana biz bugun Ma'lum shaharda 20 kilovatli quyosh panelsini o'rnatib beryapmiz. Bu yerda Haymo Exxon panellardan ishlatganmiz va bu yerda asosiy xususiyati korpusimiz asinkovkadan qilingan. Asinkovka qora metaldan nimasi bilan farq qiladi deganda, asinkovka chiroyli chiqadi, uyni ko'rkini buzib qo'ymaydi va zanglamasdan turadi. O'zini bu vechniy narsa bo'lib qoladi. Bir 150 yil bemalol turadigan narsa asinkovka ko'rsam bo'ladi. Shu tarzda o'rnatilgan krepniyalarimiz alyumin, duralumindan, ular yemirilmaydi, zanglamaydi. Ishlash muddati juda ko'p ularni to'g'ri nimadan ko'ra. Xo'p, bu yerda hozir yonmas lider kabellardan ishlatganmiz 6 mmlik. Hozir masalan izlayapmiz. Mana ko'rsam bo'ladi, mana ichkarida ozodjon ham olyaptilar. Ozod. Ketamisan? Ichkaridan ozodjon montaj qilyapti, xudo xolasa. Ha, ko'rindimi? Ozodjon bilan ko'rinib olgan ukam. Ustamiz bizni montajchi usta. Ishlar bo'lyaptimi zo'rmi? Bo'lyapti, zo'r. Malades uka, ishlarga omad. Demak, endi bu 20 kilovatli panellarimiz 85 million so'mga tushdi. Agarda bu qora metaldan qilinganda 78 million so'mga bitgan bo'lardi. Asinkovka birozgina qora metaldan ko'ra qimmatroq chiqadi. Lekin asinkovka sifatliroq, asinkovka ancha puxtaroq bo'ladi. Uyni ko'rkini buzib qo'ymaydi. Endi bolalar hozir pastda deya 20 kilovatli inverterlarni o'rnatyapti. Hozir ham o'rnatish jarayonini ko'rsatib o'tamiz. Xudo xolasa mana shu turishda 35 gradus turibdi. 180 janubga qarab turibdi. Quyosh tushishi vaqti juda ko'paygan. Haligi hech qanday soya yo'q. Zo'r joyga o'rnatilibdi. Xudo xolasa hozir pastga tushib endi inverterni qanday o'rnaganligi haqida ko'rsatamiz. Xo'sh, mana biz hozir zazimlani qoqish jarayonidamiz. Bitta zazimlani nimaga qilinishi kerak deganda, zazimlani qilib qo'yilsa, shuni ulab hozir karkasga ulab qo'yiladi. Karkasda elektr toki hosil bo'lmaydi, haligi birovda tok urib qolmaydi. Xo'sh, demak, yana buni ham tortib inverterda korpusiga ham berib qo'yamiz. Inverterda korpusda ham tok paydo bo'lmaydi. Endi hozir sizlarga inverterda qay tarzda o'rnaganini ko'rsatamiz. Mana inverterda o'rnagan shu oldik 20 kilovatli inverterlar. Hozir masalan bu hali bu ish tugatilgani yo'q. Ko'rsatib bo'ladi. Quyosh panelidan tushgan kabellar, yonmas kabellarimiz. Mana bu yerda shiti bo'ladi, hali yig'ib beriladi. Bu yerda to'g'ri AC avtomatimiz, DC pekahlarimiz, chaqmoqdan himoyalar turibdi. Bu chiroyli qilib yopib o'rnatib berishadi bolalar. Mana ko'rsatib bo'ladi 20 kilovatlik inverteri 26 kilovatgacha 6 kilovat zapasi bor shu 20 kilovatlik deyamizni. Demak, kimlarga shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, quyosh paneli o'rnatish xizmati kerak bo'lsa, bizga aloqaga chiqishingiz mumkin. Pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Kanalga obuna bo'lib qo'ying. Xudo xolasa yangi videolarda yaxshi hamyonbop narxlar bilan xudo xolasa xursand qilamiz. Rahmat.